Sen odamsan-ku, farosating bormi? Men kitob o'qiyapman. Anaqa qilib o'tirsang bo'ladi-ku deyman. U aytadi, "Men nima uchun u yoqqa o'tirishim kerak? Bor, kelib sen u yoqqa borib ol" dedi, o'tirib. Kitob o'qib o'tirsam, bir o'zim, hech kim yo'q. Yonimga bu opa keldilar. Yonimda mana gapirayotgan opa keldilar. Bu opa keldilarda chovur telefonda gapiryaptilar. Endi haqiqatan ham mana shu holatda men hozir bu opaga siqilsam, men o'qiyapman, bu desam, bu opa hozir menga aytadi, bu joy jamoat joyi, men xohlagancha gapiraman deydiki, men aytaman, "Xo'p, xohlagancha gapir, lekin sen odamsan-ku, farosating bormi? Men kitob o'qiyapman. Anaqa qilib o'tirsang bo'ladi-ku" deyman. U aytadi, "Men nima uchun u yoqqa o'tirishim kerak? Bor, kelib sen u yoqqa borib ol" dedi. Xullas, valig'ani meni o'zim asabim buziladi, vaqtim ketadi, nervim ketadi, hamma e'tiborim yo'qoladi, hamma narsam bir pul bo'ladi. Kimga zarar? O'zimga zarar. O'shaning uchun men o'ylayman, o'rganishimiz kerak. Har doim aybni birovlardan qidirish emas. Mayli ayb birovda bo'lgan taqdirda ham avvalambor o'zimizni o'sha joyda o'zimiz ta'sir qila oladigan holatda o'zimiz harakat qilish kerak. Mana bu opa kelib shang'ir-shung'ir qilib gapiryapti. Men undan oldin kelib o'tirdim. Mana hech bir nimam yo'q, bu yerda husumatim yo'q. Turaman-da, men uyoqqa borib o'tirib olaman. Xuddi shunday hozir men uzoqroqqa o'tirib oldim. Balki yana ham shovqin bo'lsa, yana uzoqroqqa o'tirib olaman. Va bu bo'ldi, bu muammo tugadi. Men bu opa bilan gaplashmayman, boshqa o'tiraman, tinchgina joyda boshida kitobimni o'qiyman. Bo'ldi. Hech kim asab buzilmaydi va hamma o'zini maqsadiga yetadi. Shuning uchun yaxshi bitta insight kelgan joyda bo'lishib qo'ydim. Rahmat.